Assalomu alaykum do'stlar, hamkasblar, dehqon aka-ukalar. Hammasi zo'rmi? Yaxshi dam olasizlarmi? Alloh xohlasa, chuvalchang plantatsiyamizda ishlar ketyapti. Biyagomuslarimiz sotuv hali ham davom etyapti. Kimga biyagomus kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Biyagomusda muammo yo'q. Xudo xohlasa mana bitta bioreaktorda uylanadigan biyagomuslarimiz qoldi. 3 tasini elab bo'ldik. Oliy navli sifatli biyagomus kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bu bioreaktorda esa chuvalchang boqilyapti. Shunday reaktordan 5 ta dona qilingan, tayyorlangan chuvalchanglar uchun maxsus. Ko'rishlaringiz mumkin. Biz chuvalchang plantatsiyamiz. Bu yerda biyagomus yetishtiramiz. Biyagomuslarimiz sotuvda mavjud. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana hozir sizlarga sifatini ko'rsataman. O'zlaringiz baho berasizlar. Ko'targanda, tushirganda yengil bo'lsin degan umidda 30 kilogramdan standart qilib qadoqlanyapti. Mashinaga ortganda, tushirganda qiyinchilik tug'dirmasin degan umidda. Og'lar ko'rishlaringiz mumkin, sifati juda zo'r holatda bo'lgan biyagomuslarimiz tayyor. Mahsulot kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mahsulotdan muammo yo'q. Shuni baho bering. Qanaqa holatda turibdi. Sifat zo'r og'lar, sifat. Shu zo'r rezultat ko'rasiz, xudosi buni ishlatsangiz. Balgaramosi yo'q. Baribir oq xoltada boshqacha ko'rinadi. Mana qarang. Qora narsa oq xoltada qop-qora bo'lib ko'rinadi. Boshqa xoltaga solsangiz mana. Bu xoltaga solsangiz rangi qizg'ish tusga kelgan bo'ladi. Lekin bunga qarasangiz qop-qora bo'lib ishkalatib turibdi. Kimga mahsulotimiz kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Biyagomusdan muammo yo'q. Qo'ldan kelguncha tayyorlab beramiz. Shu yerda ishlar ketyapti, xudo xohlasa. Bu yerda ozgina bor, bu tomonda ozgina bor. Mahsulot kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverishlaringiz mumkin. Telefon nomeri 33 343 0004. Mazar, Jizzax viloyati Paxtakor tumani Navbahor sohasi. Jizzax atrofida dehqonchilik qiladigan aka-ukalar uchun bu video maxsus video. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Oliy navli sifatli biyagomuslarimiz sotuv hali ham davom etyapti. Ulgurib qoling sizlar. Tasvirda ko'rib turganingiz bizni xonadan kelaverasizlar.